Farhod M12 Retro Uz kanali taqdim etadi. Barcha yaxshi, yomon kunlarni ortda qoldirib, qo'lida bir quchoq gul va baxt bilan qoshimizga yana Navro'z keldi. Tashvishlaringizni bir dam unutib, tashqariga nazar tashlang. U yerda hammamizga baxt va shodlik ulashmoq niyatida Navro'z kezib yuribdi. Biz seni juda intizorlik bilan kutdik, Navro'z. Qanchadan qancha og'ir va mashaqqatli kunlar boshimizga tushmasin, biz sening kelishingga ishonib, umid bilan yashadik. Axir ayt, senga ishonmaganimizda qoshimizga kelarmiding? Men bugun Navro'z oyman-ku. Voy, Rustamo, tabriklayman. Ko'ngillarning chiroyli. Chiroyli-da. Bayraming bilan. Rahmat, sizni ham. Gullaring chiroyli. Bahorni ko'rki, odamlarga sovg'a qilib yursam. Ha. Iroda, demak, eng kerakli odamni topman. Hozir hayron bo'lib turdim. Kim oldiga borsam ekan? Men tomoshalar hali hech nima bilmayman-da, nimalar bo'ladi o'zi bugun? Bugun sirk qo'yishga odamlar kelishadi. Qo'g'irchoq teatrlar, Assalom qo'yish ansambli, yana taekvondolar ko'rsatiladi. Hamda zalda sharq muchalik ko'rsatiladi. Sen ham ashula aytasanmi? Ha? Iroda, bilasanmi? Bugun demak sen bayram egasi ekansan-a? Odamlar bilan suhbatlashishda menga yordam bera olmaysanmi? Axir qilay, bayram egasi boshqacharoq bo'ladi-da. Yuring suhbatlashamiz. Yur. Assalomu alaykum dadajon, bayramlaringiz bilan. Sizga savolim bor. Navro'zni siz qanaqa nishonlaysiz har yili? Biz har yili endi ota-bobomizni nimasi, merosi, biz o'xshagan keksalar juda yaxshi. Unutmaymiz Navro'z nimasini, bayramini. Sizlarga o'xshagan yoshlar katta bo'lsin, bizga o'xshab yaxshi. Rahmat. Amaki, Navro'zimiz chiroylimi? Bu qizimiz ismi Navro'z oy bugun. Navro'zmi? Voy qizim, bu bayramdan seni ham tabriklayman. Ismingizga mos, umr yoshingiz uzoq bo'lsin. Kattagina bo'ling, baxtli bo'ling. Martabalaringiz ulug' bo'lsin qizim. Rahmat. Amaki. Assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Meni sizga savolim bor. Gullar shunaqa chiroyli sotib olyaptimi odamlar? Olishadi odamlar. Bayramga hamma gul olishadi. Juda ham qimmat? Olishadi. Kerak bo'lgandan keyin narxga qarashmi? Talashib ham ketishadi. Shu, menga ayting, odamlar qaysi bayramlarda bir-biriga gul tabriklashadi? Navro'z ayyomida, 8-mart bayramida, 1-may bayramlarida bir-biriga gul tabriklashadi. Menga ham sovg'a qila olasizmi? Rahmat, sizga ham bayramlaringiz bilan. Navro'zlaringiz bilan. Sizni ham Navro'zga qanaqa tilaylaringiz? Navro'zda hamma gullar mana chiroyli, hamma yoq chiroyli bo'ladi. Hamma yoq arzonchilik bo'lsin, narsalar arzon bo'lsin, gullar ochilsin, hamma xushchaqchaq bo'lsin. Rahmat. Senga o'xshagan chiroyli bo'lib yursin. Rahmat. Yangi yilda hamma narsa arzonlashadi. Bu savolga javob berish qiyinroq, arzonlashsa kerak. Arzonlashadi, xudo xohlasa. Yetganingiz kelsin. Qalaysan? Assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Sen oting nima? Dilnoza. Nima? Dilnoza. Dilnoza? Navro'z bilanmi? Va, rahmat senga ham.
Assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan. Bayramda nimalar pishirasiz? Bayramda nimalar pishirasiz? Bizgami sumalak pishiramiz. Osh pishiramiz. Mana bu chiroyli qizlarimiz ana qilishadi. Xizmat qilishadi. Rahmat, sog' bo'lishsin. Iroda, charchamadingmi? Voy, kechirasiz, Navro'zboy. Qayerdan davra paydo bo'lib qoldingiz? Orqangdan yurib, boydan bir charchab qolsangiz, yordam bering. Ko'rmabman ham sizni. Rostini aytganda charchamadim ham. Yuring, gullarni qayerdan olding? Tabriklashdi. Kim? Bilmadim, bitta sotuvchi. Juda ham chiroyli ekan. Ha. Xohlaysizmi sizga tabrik? Bayramingiz bilan. Rahmat. Farhod M12 Retro Uz kanali. Birinchilardan bo'ling.